hamma qora jentrani arzonidan so'raydi. Yil yaxshisidan, yil yangisidan so'raydi. 2023-yil eng arzon Namangan kanalida albatta narxini eshitib turinglar. Avtomat korobka jentrani ataka biz sizlar uchun 12400 ga Telegram kanaliga tashlab qo'ydik. Egalar nomerlari Telegram kanalida. Albatta eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, kuniga 5 ta 10 ta mashina tashlayapmiz. Arzon narxda. Bizda arzon, bizda arzon deydiganlarga bir tashlab beringlar. Bunaqa narxda qo'yisha oladimi? Albatta sizga ham nasib qilsa shunaqasidan like bosib qo'ying. Bizlar to'xtamaymiz, arzonlarni qo'yishda davom etamiz. 2023-yil 12400 ga tashlab yubordik. Kraskasi, xo'p, mana shu Sapachogida karnizda bor ekan. Mashinani tonirovka ruxsatnomalarigacha bor, motor ходовойлari zo'r holatda, amerikankalari bor, optralari bor, balonni holatlari ham ideal holatda bo'lib turibdi. Preverka qilib, tekshirib ko'rib olaverasizlar. Qora jentra baribir boshqacha turadi. Propan gazlarigacha bor, mana optralarigacha bor, mashinaning holati zo'r. Mana krilodi ham uchida bor ekan. Tekshirib ko'raverasizlar. Kanallar topib qo'yilgan. Ichini holatlari ham zo'r. 105 ming probeg, tez monitorlarigacha bor. Mashinaning holati yaxshi holatda turibdi, zo'r. 105 ming probegda srochnik albatta. Короче, bu mashinani 6000-7000 puli borgan ham nasib savdoga kelishaveramiz. 2 oyga deyishyapti. Telefon qilib, baraka qilib yuborsalaring bo'ladi. 6000-7000 puli borlar ham albatta. Like bosib qo'yinglar, bunaqa narxda albatta topamasizlar ekan. Eng arzon Namangan kanalida bo'ladi, arzonlari. 2023 avtomat korobkani biz sizlar uchun 12400 ga Telegram kanaliga tashlab qo'ydik. Nomerlari ham Telegram kanalida bo'ladi. O'tib olib, baraka qilib olib ketaverasizlar.